Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 2025 yılı 29 iyun günü muhaciratga Şərq Türkistan təşkilatlarından mustaqilligimizni asliga keltirish, egalik huquqimizni qayta qo'lga keltirish, xalqimizning mavjudligi, haq-huquqlarining va izzat hurmatining yangidan qo'lga keltirilishi uchun Amerika prezidenti Donald Trumpga yazılgan məktubqa imza qo'yishni talab qildi. Məktubda mundaq deyildi: 2025 yillik Asr davlatlar haftaligi munosabati bilan Xitoy Xalq Cumhuriyatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga markazlashish. Chunki bu ig'ir insoniy krizis yolg'iz Sharq Turkiston xalqining qutulishiga qarata mavjud tahdid bo'lib qolmay, Amerika davlat bexatarligi va iqtisodiy manfaatiga xilof bo'lganlikdan Xitoyning qilmishlariga qarata muhim harakat qo'llanib, kishilik huquqni qo'g'dash, tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash, dunyo muqimligini qo'g'dash va'dasiga amal qilish talab qilinadi. Sizning oldingi hokimiyatingiz tarixiy qadam ilib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qildi. Shundaqla irqiy qirg'inchilik yurgizishga mas'ul Xitoy katbashlarga jazo yurgizish, majburiy emgakdan ishlangan mallarning import qilinishini cheklash qatorliq vositalarni qo'llanib, Xitoyning mas'uliyatini surishti qilishda ulgi tikladi. Xitoy siz oldingi hokimiyat yurgizish mezgilida kelishimnomalarga xiloflik qilib, o'zining aldamchiligini isbotladi. Beyjing kelishimnomadan foydalanib javobgarlikni surishtirishni kechiktirdi. Atalmış Şinjanni bostirishni kuchaytirib, Amerikaning iqtisodiy manfaatiga buzg'unchilik qildi. Bugungi kunda ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi millionlab Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa tur xalqlari davomli turda keng ko'lamli tutib turish, majburiy emgakka selinish, tug'mas qilib etilish, 1 milliondan ortiq Uyg'ur bolalarini oilasidan majburiy ayirib etish, kultur va jismoniy jihatdan yo'qotishga duch keldi. Halbuki Xitoyning harakati Amerikaning bexatarligi, iqtisodiy va strategik manfaatiga bevosita tahdid soladi. 1959 yildagi Asr davlatlar qaroriga asosan asr qilingan davlat deb e'tirof qilingan Sharq Turkiston Xitoy ishg'oliyati ostida rayimsizlarcha bo'ysundirildi. Sharq Turkiston xalqi avlodma-avlod erkinligini va mustaqilligini asliga keltirish uchun bo'shashmay kurash qildi. Davomlashayotgan bu ishg'oliyat xalqimizning o'z taqdirini o'zi belgilash va negizlik egalik huquqiga tajovuz qilganlik bo'lib, cho'qim davomlashayotgan hal qilishga tegishli ig'ir adolatsizlikdan iborat. Coğrafiyalik afzallik jihatda Afg'oniston va Tibetni o'z ichiga olgan 9 davlat bilan chegaralangan Sharq Turkiston Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusining asosi bo'lib, Beyjingning O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo va O'rta Sharqdagi savdo yo'llariga hukmronlik qilish orqali Amerikaning bu rayonlardagi ta'siriga jang e'lon qildi. Bu Amerikani mag'lub qiladigan bir yo'l. Tabiiy boyliqlardan foydalanish jihatda Sharq Turkistondan chiqadigan neft, tabiiy gaz, uran, litiy va oz uchraydigan tuproq va boshqa muhim mineral moddalar Xitoyning harbiy yadro iqtidorini zo'raytirdi va kuzatish texnikasi bulangan boyliqlar Xitoyni texnik kuchaytirdi. Amerika bo'lsa aldamchi Beyjing bilan muzokaralashib savdo qiladi. Iqtisodiy ziyon jihatda Sharq Turkistondagi qul emgak kuchi Amerika bozorlarini arzon sifatli tovarlar bilan to'ldirib, Amerikadagi kasblarni yo'qotdi va Xitoy Amerikaning jazosiga xiloflik qilib, Amerikaga iqtisodiy tajovuzchilik ochdi. Bu Xitoyning Amerikalik ishchilar va sanoatga qarshi olib borgan iqtisodiy urushidan iborat. Xitoyning Sharq Turkistondagi nazoratchiligi va sun'iy aql orqali bostirishi dunyoga eksport qilingan raqamlik mustabidlikning demokratik qimmat qarashlarini va Amerikaning ittifoqdoshlarini tahdid qiladigan bir loyiha. Xitoyning Amerika tovarlarini sotib olish va bilimlilik huquqiga hurmat qilish savdo va'dasiga amal qilmaganligi aldamchilik andisini oshkorlaydi. Xalqaro kelishimga xiloflik qilish bilan birga irqiy qirg'inchilik qilgan hukumatga diplomatik yoki iqtisodiy aralashish qatorliq jihatlarda ishonishga bo'lmaydi. Bu krizisni hal qilish va Amerikaning manfaatini qo'g'dash uchun ma'muriyatingizning ma'muriy huquq doirasi ichida tuvandagi tadbirlarni o'ylashini hurmat bilan talab qilamiz. Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilgan ma'muriy buyruq chiqarish. Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb rasmiy e'tirof qilish Asr davlatlar qarori va Amerikaning Tibetga tutgan pozitsiyasi bilan birdek. Bu Amerikaning o'z taqdirini o'zi belgilash irodasini yana bir qatam isbotlab, Xitoyning yolg'on bayonlariga jang e'lon qiladi. Jazoni kengaytirish, ya'ni Xitoy katbashlarga Sharq Turkistonda olib berilayotgan irqiy qirg'inchilikqa qatnashgan o'rinlar va
Sharqi Turkistondagi majburiy emgak, shundaqla kuzatish texnikasidan foydalangan shirkatlarga qaratmalıqı kuchlik jazo qo'llanish, Xitoyning jinoiy qilmishlarini surishtirish va iqtisodiy besimni oshirish tadbirlarini kuchaytirish, Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunini kuchaytirib ijro qilish, irqiy qirg'inchilikqa munosabatli tijoratni cheklash, ishg'oliyat ostidagi Sharqi Turkiston va majburiy emgakka chetishliq barliq Xitoy mollarini import qilishni cheklagan ma'muriy buyruqni ijro qilish, Amerika ishchilarini qo'g'dash va Amerikaning jazosini ijro qilish, to'g'ri atalg'uni qabul qilish, federativ organlarga rasmiy aloqadan Sharqi Turkistonni ishlatishni buyurib, Beyjingning tashviqotiga qarshi Xitoyning mustamlikachi atalg'usi Shinjongni rad qilib, tarixiy to'g'riliqni qayta ta'kidlash. Amerikaning Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni hal qilish axloqiy va strategik majburiyati bor. Sharqi Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilish, bizning mustaqilligimizni asliga keltirish orzuyimizni qo'llashni talab qilamiz. Iqtisodiy tadbirlarni yo'lga qo'yish va Xitoyning bayonlariga qarshi turish Amerikaning kasblarini saqlab qola oladi. Davlat bexatarligini kuchaytiradi. Adolat, erkinlik prinsiplarini qo'g'daydi. Sharqi Turkistonda 10 millionlarcha insonlarning tutib turilishi, qul emgakiga selinishi, kulturiy va jismoniy jihatdan yo'qotilishi kuchlik inkas qaytarishni talab qiladi. Biz bu orqali tirishchilikni ilgari surish uchun texnik ko'p uchur yoki yordam bilan ta'minlashga tayyormiz. Bu jiddiy ishga ko'ngil berganligingizga rahmat. Xitoy davlat axborot vositalari yaqinda Xinjiang ismli yangi Xitoy katibasini atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining sekretari Ma Xinruining o'rniga tayinlaganligini xabar qilgan. Xinjiang 1962 yili tug'ilgan bo'lib, 63 yosh. Ilgari Suv ishlari ministrligi, Markaziy Birlashgan Millatlar va Diniy ishlar ministrligi qatorliq o'rinlarda ishlagan ekan. Xitoy xalq to'ri yaqinda Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti qarorini e'lon qilib, Yo'ldosh Ma Xinrui Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik partiya komitetining sekretari, doim komitetining a'zosi vazifasini qo'shimcha o'tamaydi. Boshqa vazifaga yo'tkiladi. Yo'ldosh Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik partiya komitetining a'zosi, doim komitetining a'zosi sekretarligiga tayinlandi degan. Xinjiang birliklar tajribasiga xalqaro jasuslik turi va tashviqot vositalari Xitoyning diplomatik manbalariga moyir va ta'sir kuchi cho'ng yalmavuz bo'lib, uning atalmish Xinjiangning bosh sekretarligiga tayinlanishi tajovuzchi Xitoyning Sharqi Turkistonni davomli mustamlika qilishi, irqiy qirg'inchilikni cho'nqurlashtirishi, ishg'oliyatida ching turishidan darak beradi. Tajovuzchi Xitoy hokimiyati Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilikni shiddatga chiqargan yaqinqi 8 yilga yaqin vaqtdan beri ayrim holda Xinjiang, Ma Xinrui, Xinjiang qatorliqlarni irqiy qirg'inchilik siyosatini ijro qilishga avatgan. Sharqi Turkiston surgundi hukumati buningga qattiq raddiya berdi. Hukumatning 1-yil e'lon qilgan axborotida mundaq deyildi. Sharqi Turkiston surgundi hukumati Xitoy Kompartiyasining Xinjiangni Xitoy Xinjiang deb atolgan ishg'ol qilingan Sharqi Turkistonning yangi partiya sekretari qilib tayinlaganligini keskin ayblaydi va rad qiladi. Bu doimlik byurokratik qayta tashkillash emas, balki Xitoyning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qarshi elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni texnik kuchaytirib, Sharqi Turkistonga bo'lgan mustabid ishg'oliyatini cho'nqurlashtirish uchun loyihalangan planliq siyosiy hiyla. Xitoy Kompartiyasining markaziy siyosiy urushi va xalq axborot organi bo'lgan Xitoy Kompartiyasi Birlashma fronti xizmat bo'limining muavin ministri bo'lish sifati bilan Xinjiang ishg'oliyat ostidagi Sharqi Turkiston va chet ellardagi Uyg'ur va boshqa turklarning Xitoyning besimiga qarshi harakatini bostirishda muhim rol o'ynadi. Xinjiang davlat millatlar ishlari komitetining boshlig'i bo'lish sifati bilan Xitoy Kompartiyasining millatlar ittifoqligini bahona qilib, ideyani kontrol qilish mexanizmini kuchaytirish, majburiy assimilyatsiya qilish, davlat yetakchiligidagi irqiy qirg'inchilikni kuchaytirish qatorliq usullar orqali Xitoydan boshqa xalqlarni nishon qilgan etnik yo'qotish siyosatini texnik tuzumlashtirdi. Birlashma front xizmat bo'limi Xitoy Kompartiyasining Xitoydan boshqa millatlar, diniy jamiyatlar, diaspora aholilari va chet ellarning nishonlarini kontrol qilishga bevosita qatnashadi. U Davlat bexatarlik ministrligi va Jamoat xavfsizligi ministrligi bilan moslashib ishlaydi. Partiya hokimiyatini mustahkamlashni maqsad qilgan kuzatish, majburlash, hamkorlik va psixika va siyosiy harakatlarga mas'ul. Xinjiangning partiya sekretari qilib tayinlanishi hokimiyatning siyosiy bo'yinturuq ostida tutishdi va mustamlika zulmi haqida tajribalik ustini Sharqi Turkistonni ishg'ol qilgan hokimiyatning beshiga ilib kelganligidan iborat. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Budayev Xitoy Xinjiangni ishg'ol qilgan davlat Sharqi Turkistonning bosh sekretari qilib tayinlab, davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik harakatining bevosita qo'mondoni qildi.
Birleşme Front xizmat bölümünün sobiq yuqori darajalik katibashi uchun hozir tashviqot, istihborotni moslashtirish va bostirishni bir rolga birlashtirdi. Uning rolini Beria, Goebbels va Himmlerning bir yerga kelgan chog'dagi roli bilan selishtirg'ili bo'ladi. Bu tayinlash Xitoy Kompartiyasi hokimiyati yo'lga qo'ygan irqiy qirg'inchilik besibining texmo shiddatlanganligiga vakillik qiladi. Uni xalqaro jamiyat zo'r ko'lamli kengaytish deb qarash kerak dedi. Çinning vazifaga tayinlanishi Xitoyning ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatining kuchayib ketganligidan derak beradi. Bostirishni kuchaytirayotganligining og'ir ogohlantirishi deb tushunish kerak. Birinchidan, bu taraqqiyot hozirgi irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya harakatini kuchaytirishi va kengaytirishdan derak beradi. Irqiy qirg'inchilik va jinoiy qilmishlarning qurolining har qanday kengayishi atalmish Şinjandagi yerli xalqlarning kulturi va milliy kimligini yo'qotishla emas, balki ularning mavjudligini yo'qotish tirishchanligini cho'nqurlashtirdi va Xitoy ko'chmanlar mustamlikchilik hukmronligini mustahkamlaydi. Ikkinchidan, bu uchrashuv xalqaroliq tunishni kontrol qilishni maqsad qilgandek qiladi. Xitoy hukumati Chinning qad ko'tarishini milliy ishlardagi iqtidorining namoyandasi deb qaraydi. Amaliyotda u Sharq Turkiston ovozini inovatsiz qilish va Beyjingning jinoyatini yushirish, shundaqla Sharq Turkistonning mustamlikchilikka qarshi turish, adolatni yo'qlash, o'z-o'zini boshqarish ko'rishini qo'llashni ojizlashtirish uchun ta'tir tashviqotni kengaytirishni maqsad qilgan texnik cho'nqur ideya kontrolligi va uchur jangining strategik burilishining signali. Uchinchi, bu harakat atalmish Şinjandagi kuzatish va majburlash texnikasining texmo kengaydiganligidan bishorat berishi mumkin. Chinning ilgirki siyosiy urushqa va ta'sir ko'rsatish harakatiga qatnashganligini ko'zda tutganda asabiylikka qarshi turish, bölgünçilikka qarshi turish va terrorlikqa qarshi turish degan yolg'on bahona bilan biologik kuzatish, chiroy tunish va raqamlik bostirish qurollarini o'rinlashtirish ko'paydi. Xitoy yana Sharq Turkiston mustaqillik harakatini yo'qotish va faoliyatchilarini jiniqtirishni maqsad qilgan qo'rqitish, tor hujumi, singib kirish va hamkorlik qatorliq usullarni qo'llanib, chet eldagi Sharq Turkiston mahallalarini nishonlab, davlat halqigan bostirish harakatini kuchaytirishi mumkin. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhuriyet raisi doktor Mamdumin Ali Efendi Çinning vazifaga tayinlanishi Xitoy Kompartiyasi hokimiyatining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik qilmishini yangilangan ideologik kuch va strategik niyat bilan kuchaytganligining ochiq bir ishorati dedi. Xalqaro jamiyat bundan andish qilishi yoki simvollik sharoitlarni ifodalash bilan kifoyalanib qolmasligi kerak. Masaldagi hal qilg'ich harakat qilishning vaqti keldi. Hukumatlar qaratmiliqi bo'lgan jazo yurgizishi, qonuniy javobgarlikni ustiga elish kerak deyildi. Shu samimizda bo'lg'ayki, millat bo'lish oldi bilan inson bo'lishni shart qiladi. Milliy ruh hech qachon insonlik, odamiylikni payxon qilish badaliga insho bo'lgan emas. Biologiyalik mavjudlik milliy ruh qatl qilingan insonlik bilan bir gavda ichida hargizmo put tirab tura olmaydi. Milliy ruh bo'lsa, milliy da'voning jinidir. Islom bu ruhni ko'klatguchi zilal suv misoli hayotlik manbasidir. Hürlük ve müstakillik bolsa, ushbu hayotlikni muhofazat qilishning kapolatidir. Burhan Muhammadning Asoratda inson va insonlik buhroni nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.